Ana o'sha shaytonning ig'volaridan biri o'ziga ergashib yurib, shaytonning malayi bo'lib, g'ofil bo'lib, Allohni unutib, shariatni unutib, ibodatni unutib yurib, shahvatiga berilib yurganlardan birortasi tavba qilib, Allohning yo'liga burilsa, g'aflatidan ko'zi ochilib uyg'onsa, shahvatini tark qilish payidan bo'ladigan bo'lsa, shayton unga alohida ig'vo qiladi. "O, kechagina g'aflatda eding, endi bugun qayoqqa ketyapsan? Bo'lar ish bo'lgan. Uringaning hammasi behuda. Yo'q narsaga urinmaginda, mana shu boridan bu dunyoda bo'lsa ham foydalanib qolgin. Shahvatingni qayoqqa yo'qotasan? O'rganib ketding. Butun boshingdan sho'ng'ib ketgansan bunga. Uni o'zgartirish mumkin emas. Qanaqa qilib o'zgartirasan? Umringni shuncha yilini shahvatda o'tkazding. Hammasi sening tanangga singib ketgan. Endi bugun kelib bir og'iz tavba qildim degan so'z bilan qutulib qolaman deyapsanmi? deb ig'vo qiladi. Ana o'sha g'ofil yurganlar. G'ofil degani eng muhim narsani unutib qo'ygan degani. Shariatga yurmagan, ibodatda yurmaganlarni g'ofil banda deydi. Chunki Allohni unutib qo'ygan u. Shariatni unutib qo'ygan. O'zini bandaligini unutib qo'ygan. Ibodat qilishligini unutib qo'ygan. Bu dunyoda yaxshilik qilib yashash kerakligini unutib qo'ygan odamlarni g'ofil deydi. Hamma yaxshilikni unutgan. İnsanlarga yaxshilik qilishni unutgan. O'simlik olamiga, hayvonot olamiga, jamoat olamiga, butun dunyoga yaxshilikni unutib qo'yganni g'ofil deyiladi. Shahvatiga berilgan degani, shahvat degani o'zi nafs moyil bo'lgan narsa degani. Ya'ni havoyi nafs, insonni hayvoniy nafsi demak intilib turgan narsani shahvat deyiladi. Bizda jins ma'nodagi narsani shahvat deb o'rganib qolganmiz. O'zi aslida ana insonni nafsi nimani tusasa shu shahvat bo'ladi. Buni ovqatga nisbatan ishtaho deb ishlashadi. Ishtaho degani ham shahvat degani. Ya'ni ovqat yeb lazzatlanishni xohlashni, ovqatni shahvati deyiladi. Jins shahvati, mol dunyo shahvati, obro' mansab shahvati, shuhratparastlik shahvati, shahvatlar ko'p. Ana shaytonning ig'vosiga uchganlar bu yog'ini qo'yib, g'ofil bo'lib, g'ofillikdan shahvatga berilish kelib chiqadida, ana ham g'ofil, ham shahvatga berilgan banda bo'lib, shaytonning ig'vosiga uchib yuradi. Ana endi bir odamni bir sababdan ko'zi ochildida, tavba qilib, to'g'ri yo'lda, ibodatda, oxiratni, baxti saodatini izlashga urinib qoluvdi. Haligi aytgan nimani shayton ig'voni boshladi. G'ofilligingga necha yil bo'ldi, endi bir marta gap qilib tavba qildim deganman qutulib qolasan, urinma. Shahvating shuncha berilgansan, endi qayoqqa borasan? Bunga ko'nikib qolding, hech qo'lingdan kelmaydi buni tashash degan ig'voni qilyapti. Banda nima qiladi? Ana gap shu yerda. Shu yerda ulamolarimiz aytadilarki, qaysi bir odam shahvatidan qutulishini mumkin emas deb o'ylasa, g'aflatidan ajrashishini qiyin narsa deb o'ylasa, Allohning qodirlik sifatiga kufr keltirgan bo'ladi deydi. Chunki Alloh qodir. Alloh qodir, har bir narsaga qodir degan oyatni o'qisin, shunga iymon keltirsin. Butun dunyoni yaratishga qodir bo'lgan Alloh o'zini yaratgan narsalardan arzimagan bir zarra bo'lgan odamni shahvatini yo'q qila olmasmidi? Yo'q qiladi. Faqat inson o'zi qalbidan chiqarib shuni Allohdan so'rashi kerak. Alloh uchun bu hech narsa emas. Lekin shayton bo'rtib ko'rsatadi. Sen o'rganib qolding, berilib qolding, bundan qutula olmaysan, qo'yaver endi, urinib avora bo'lma, falonchi ham bo'lib, mana yana aynib ketdi deb xohlagan ig'vosini qiladi. Lekin mo'min odam tavba qildimi, g'aflatidan uyg'ondimi, shahvatidan ajramoqchimi, Allohning qodirligini eslasin va latifligini eslasin. Va kana Allohu muqtadira. Alloh o'ta qodir zotdir. Butun dunyoni yaratgan, butun dunyoni tutib turibdi. Hamma narsani boshqarib, qudrati yetyapti. Bitta bandasini
g'ofilligini yo'qota olmasmidi Alloh? Bitta bandasini shahvatparastligini yo'qota olmasmidi Alloh? Kimki meni g'ofilligim endi o'zimga qoldi, yo'qolmaydi bu, shahvatimdan qayta olmayman endi desa, Allohning qodirlik sifatiga kufr keltirgan bo'ladi. Bu juda og'ir musibat bo'ladi. Shuning uchun yo'q, to'g'ri, men shunaqa bo'lganman, lekin Alloh tavba qilsang kechaman degan. Meni shahvatim dunyoni egallab qolganda ham Allohning qudrati yetadi buni ketkazishga. Meni g'aflatim dunyodan yetib ortda davom bo'lsa ham Alloh buni yo'qotishga o'zi qodir degan aqidani qilish kerak.